Assalomu alaykum, siz bilan doktor Alimov. Aqlli insonlar uchun tibbiyot kanalidasiz. Bugungi juda aktual mavzu disk grijasining asl kelib chiqish sabablari. Uni qanday davolash mumkin va disk grijasining qanday zamonaviy davolash usullari bor. Xo'p, 85-90% holatda disk grijasini operatsiyasiz davolash mumkin. Lekin qaysi hollarda? Demak, boshladik. Disk grijasi kasalligi juda ko'p insonlarning, ayniqsa 30 yoshdan boshlab 50 yoshli insonlar o'rtasida juda keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Ko'pchilik bu kasallikni davolashdan oldin har xil vrachlarga borishni boshlaydi. Bir qarasang hijoma orqali davolayman dedi, bir qarasang nina orqali davolayman, bir qarasang cho'zib davolayman, bir qarasang oyog'idan osib turib davolayman yoki traksion cho'zib davolayman dedi. Bir qarasang blokada bilan davolayman, bir qarasang ilon yog'i bilan davolayman, bir qarasang boshqa usullar bilan davolayman degan har xil disk grijasini davolash metodikalarini uchratishingiz mumkin. Kimni metodikasi to'g'ri va qanday amalga oshirish kerak? Endi bu kasallikni davolashni bilishdan oldin ozgina bo'lsa ham kasallikning kelib chiqish sabablarini, uni bosqichlarini tushunib olishlik hech qachon ziyon qilmaydi. Ekranlarga yaxshilab yaqinlashib olamiz. O'zi disk grijasi nima degani? Oddiy bu umurtqa pog'onasini maketida tushuntiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek mana bu oq bu umurtqa pog'onasi. O'rtasidagi struktura bu disklar. Ikkita umurtqani o'rtasidagi bu diskning vazifasi inson tik yurganda ko'proq amortizatsiya, yuk tushishini, ya'ni yuk tushishini kamaytirishdan iborat asl vazifasi. Endi bu kasallikni qarang, mana bu ko'rib turganingiz sariq bu narsalar bu insonning orqa miyasi. Mana bu chiqib turgan o'simtalari bu orqa miyadan chiqadigan bu nerv ildizchalari. Endi ko'pchilikdan noto'g'ri fikr bor. Orqa miya degan payti boshni mana bu orqa qismi emas, balki insonning umurtqa pog'onasining kanalining ichida joylashgan struktura bu mana bu orqa miya deyiladi. Uning xo'p qismlari mavjud, uni sezuvchi va harakatlantiruvchi tolalari bor. Bugun mavzuda nimani gapirib o'tamiz. Endi qarang, mana bu diskning o'zi insonda vaqt o'tishi bilan mana bu disklarning ichi ko'pincha atrofida fibrozning kalsiosi bor, fibroz halqasi bor. Fibroz halqasimon bo'ladi. Fibroz halqa yemirilgandan keyin xo'p, uni ichidagi protruziya, ekstruziya, disk grijasi 3 ta bosqichda ichidagi diskni ichidagi o'sha suyuqsimon, jelatinsimon mahsulot mana bu holatda e'tibor beramiz videoga. Xuddi bosganda mana bu nervni bosishni boshlagandan keyin aynan o'sha nerv javob beruvchi qismlarda og'riqning paydo bo'lishi, uvishishlar, shuningdek harakatlarning chegaralanishi, o'sha sohada holsizlik, kuchsizlikning paydo bo'lishi, ayrim paytda bel sohasida yuqoriroqda joylashgan bo'lsa, bu ko'pincha oyoqlarda muammolar bo'lishi va tos a'zolari funksiyalarida muammolar bo'lishi kabi belgilarga olib keladi. Xo'sh, disk grijasining asosiy sabablari nima? Nimadan keyin kelib chiqadi? Birinchi eng asosiy sababi bu degeneratsiya. Insonning yoshi o'tishi bilan mana bu betdagi ko'rayotgan disk grijasining o'zi ham asosan jelatinsimon tog'aydan iborat desak bo'ladi. Bu tog'aylarning strukturasining oziqlanishining buzilishi natijasida ichidagi suv miqdori kamaygandan keyin bu ichidagi elastiklik yo'qolgandan keyin disk nagruzka bo'laverganda bu mamlakat chiqib nervlarni bosishni boshlaydi. Ikkinchi asosiy sabab bu ortiqcha vazn va noto'g'ri yuk ko'tarish. Savol tug'ilishi mumkin. Bitta yuk ko'targandan keyin grija bo'lib qolishi mumkinmi? Bunaqa holat kam uchraydi, lekin bo'lishi mumkin. Ko'pincha sportsmen yoki boshqa holatlarda tayyorgarliksiz og'ir yuk ko'tarish natijasida bu travma natijasida bu disk chiqib ketib qolib nervni bosishi mumkin. Uchinchi holat bu qaltis harakatlar. Ya'ni oddiy odam ham yurganda qaltis harakatlar tufayli bu kimda aynan o'sha bel umurtqa atrofidagi yondosh mushaklari yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, bitta qaltis harakatda diskka nagruzka tushib bu grija paydo bo'lib qolishi mumkin. Grijadan oldingi bosqichlar mavjud, ya'ni bu protruziya. Protruziya disk, ya'ni mamlakat chiqdi, hali grijaga aylanmadi, lekin o'sha fibroz halqasini sekin bosishni boshladi.
Ikkinchisi, bu holatda disk grija bo'lgandan keyin bu fibroz halqani yirtib chiqadi. Yirtib chiqqandan keyin nervlarni bosgandan keyin bu kuchli og'riq va boya yuqorida aytganimiz simptomlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi sabablari bu qattiq sovuq qotish, xo'p, insonda oziqlanishning buzilishi, kam harakatlilik, xo'p, shuningdek bir tomondan har doim mana o'tirib ishlash, oldin savol tug'ilishi mumkin. Oldin grija odamlarimizda kam uchragan. Nimaga? Asosan 3 ta narsaga bog'liq. Birinchi sabab, oldin kam uchrashining sababi, ko'pchilik insonlar ot va boshqa transport vositalaridan foydalangan. Otda doimiy mamlaqa harakatlar qilgan paytda diskka doimiy nagruzka bo'lganda o'sha yerda disk grijasi kamroq uchragan. Ikkinchi holat bu gipodinamiya, harakatning kamligi. Hozirgi kunda oldin ota-bobolarimiz kuniga 10 ming qadam, 8 ming qadam ko'p bo'lib jismoniy mehnat bo'lgandagi doimiy umurtqaga nagruzka tushib turgandan keyin ularda deyarli grija uchramagan. Uchinchisi bu insonlarda oziqlanishning buzilib ketishi. Yeyotgan oziqlaringiz tarkibidagi juda ko'p kerak bo'lgan umurtqa uchun muhim bo'lgan minerallar, xo'p, tog'ay to'qimasi uchun har xil oziq moddalar yetishmasligi yoki har xil sun'iy sintetik analoglar bilan almashish ham bu umurtqada muammolarga olib keladi. Disk grijasi asosan umurtqa pog'onasining mana bunga yaxshilab e'tibor beramiz. Umurtqa pog'onasining bu bo'yin qismi, bu ko'krak qismi, bu bel qismi va bu dumg'aza qismi. Aynan bo'yin qismi bilan bel qismida juda ko'plab grija uchraydi. Bunga sabab aynan bo'yin bilan bel qismida harakatlarning ko'pligi. Qancha ko'p umurtqa harakatda ko'p ishtirok etsa, uni disk grijasi bo'lish ehtimoli oshib ketib qoladi. Ikkinchisi, yon tomondan qaraydigan bo'lsangiz, umurtqa pog'onasining tabiiy egriklari bor. Lardoz, kifozlar misol ko'rishimiz mumkin. Ayrimlarda aynan bo'yin qismida va bel qismida ko'pincha qo'llar bilan, oyoqlar bilan birikganda aynan o'sha kuch nagruzkaning ko'proq bo'yin bilan belga tushish natijasida bularda disk grijasi ko'proq uchraydi. Umurtqa pog'onasining ayniqsa, xo'p, 4 va 5, xo'p, bel umurtqasi, 5-bel va 1-dumg'aza umurtqasi o'rtasida 85-90% holatda shu grijalar uchraydi. Bo'yin sohasida esa 5, xo'p, 6 va 7 bo'yin umurtqalarida ko'proq disk grijasi uchraydi.